Qur'onda 950 yil yashaganligi aytilgan payg'ambar kim? To'g'ri javob: Nuh alayhissalom. Qizil dengizni Allohning izni bilan ikkiga bo'lgan payg'ambar kim? To'g'ri javob: Muso alayhissalom. Payg'ambarimiz vafotlaridan keyin qaysi farzandlari vafot etgan? To'g'ri javob: Hazrati Fotima. Qur'onda nomi ochiq tilga olingan birinchi ayol kim? To'g'ri javob: Hazrati Maryam. Sahobalar ichida eng boy sahoba kim bo'lgan? Bu savolga javobni kommentariyaga yozib qo'ying.